Menda hamma narsa bor. Pul bor, uy bor, moshin bor. Faqat shu bitta aybim bor-da, shu imo ishora, namyoklar tushunmayman. Shu gapingiz bo'lsa, bashanamga tirs-tirs gapiravering. Rostdan tushunmaysizmi? Aytayapman-ku, tushunmayman. Nimadir qilib ko'rish kerak. Nimagadir shu qornim och qolgandek bo'lyapti-da. Agar qorningiz och qolgan bo'lsa, uydan ovqat yeb chiqishingiz kerak edi. Aylanamiz. Rostdan tushunmas ekan-ku bu. Ha, qiz bilan ko'rishdingmi? Ha, ko'rishdim. Ketib qoldi. Qornim och, nimagadir ochqab ketyapman dedi-da, uyga ketib qoldi. Ha, namyob qutga olib bormadingmi ovqatlantirishga? Yo'q, menga aytmadi-da ovqatlanishga olib boring deb. Ha, shunday kunlarda qo'lim qichyapti-da. Yo'q, qo'lingiz qichayotgan bo'lsa. Namyobga ham tushunmas ekan bu. Nima, ko'zini qisdi? Ko'zi shamollaganmikin? Kim bu bola? Nima? Qashilab qo'yingmi? Ha? Mayda pulim yo'q, borib ishlasang bo'lmaydi. Nima? Prankmi? Qayda kamera? Kamera qayda? Prank qilma. Tiqilib qoldim, yordam ber. Yo'q, onasini yordam beringlar. Ertaroq aytsangiz bo'lmaymi, aka? Ha? Qarang oldingga. Ketadi. Nima deyapsan, ey? Oldingda men bor ekanman. Men ketgandan keyin birga borib icharkansizlar. Nima deb qo'yay? Alvido deb qo'ying. Bu bora olmaydi, chunki men buni onangning girdiga ityapman.